Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Google Classroom haqida gaplashamiz. Google Classroom bu Google kompaniyasi tomonidan yaratilgan bepul onlayn o'qitish va topshiriqlarni bajarish platformasi hisoblanadi. Foydalanish uchun qulayligi sababli bugungi kunda ko'plab foydalanuvchilar soniga ega. Hozir birgalikda ushbu platformadan foydalanish haqida qisqacha yo'riqnomaga ega bo'lamiz. Avvalo, brauzerga kirib, akkaunt tanlaymiz va qidiruvga Google Classroom deb yozamiz. Bizda sayt nomi chiqadi va saytga kiramiz. Saytni o'zbekchaga tarjima qilib oldik va ko'rishimiz mumkin, shu oyna hosil bo'ldi. Classroom xizmatiga kiring tugmasini bosamiz va mana saytga kirdi. Bosh oynasida, ya'ni bosh ekranda quyidagi bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Taqvim, o'qitish, bu yerda yaratgan sinflarimiz chiqib turadi. Arxivlangan sinflar va sozlamalar. Sozlamalar orqali akkauntimizni tahrirlab olishimiz mumkin bo'ladi. Yangi sinf yaratishimiz uchun plus tugmasini bosamiz va bizda sinf yaratish bo'limi chiqadi. Foydalanish shartlariga rozilik bildirib davom etamiz va mana sinf yaratish bo'limiga ega bo'ldik. Bu joyda ko'rishimiz mumkin sinf nomi, bo'lim, mavzu, xona bo'limlari chiqdi. Bularni to'ldiramiz. Sinf nomi aytaylik. AKT kasb ta'limi 651 22 guruh. Bo'limga ham o'zimiz bo'lim yozamiz. Masalan, masofaviy ta'lim texnologiyalari. Mavzu kiritamiz. Onlayn o'qitish uchun dars dizayni. Xonaga esa dars o'tiladigan xonani yozishimiz mumkin bo'ladi. Barcha bo'limlarni to'ldirdik. Endi yaratish tugmasi orqali sinfimiz yaratiladi. Ko'rishimiz mumkin, sinf to'liq yaratildi. Bu yerda nomi, mavzu nomi chiqib turibdi. Sinf kodi. Sinf kodi orqali yangi o'quvchilarni yoki foydalanuvchilarni sinfga taklif qilishimiz, qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Yangi e'lon tugmasi orqali barcha o'quvchilar uchun e'lonlar yozishimiz mumkin. Masalan, dars 412-xonada. Joylash tugmasini bosganimizda e'lon barcha o'quvchilar yoki foydalanuvchilar uchun ko'rinadi. Moslash tugmasi orqali dizaynimizni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni surat tanlashimiz, surat yuklashimiz yoki fon rasmini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Vazifalar, odamlar, baholar bo'limlari orqali yanada darsimiz takomillashadi. Ya'ni baholar bo'limiga o'tganimizda o'quvchilar chiqadi, o'quvchilarning profillari. Bu orqali ularning bajargan vazifalariga qarab ularni baholashimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda barcha sinf o'quvchilari, foydalanuvchilar ko'rinadi. Bu orqali ularning akkauntlarini muntazam kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Vazifalar bo'limiga o'tganimizda yaratish tugmasi chiqadi. Buni bosganimizda vazifa, test, savol, material, mavzu bo'limlari chiqadi. Mavzu bo'limiga kiramiz va mavzu nomini kiritamiz. Ya'nida fanga oid bo'lgan mavzuyimizni. Onlayn o'qitish uchun dars dizayni. Mavzu kiritish tugmasini bosganimizda bizda mavzu yaratiladi. Ko'rishimiz mumkin, mavzu yaratildi. Endi yana yaratish tugmasini bosamiz. Materialni bosamiz. Material, ya'ni mavzuyimizga oid bo'lgan kontent yokida fayllar. Nomiga ham mavzu nomi kiritiladi. Onlayn o'qitish uchun dars dizayni, ya'ni shu mavzuga oid bo'lgan kontent yuklayapmiz. Tavsifga mavzuyimiz yokida yuklagan faylimiz uchun ta'rif yozishimiz yokida turli xil tavsiflar yozishimiz, bu joydan shriftlarni o'zgartirishimiz mumkin. Bu joyga qaraganimizda Drive, YouTube kabi platformalarni ko'rishimiz mumkin. Bular Google Classroom bilan integratsiya qilingan. Shu sababli bulardan ham foydalanish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni kontent yaratishimiz uchun YouTube platformasiga murojaat qilamiz. Qidiruv tugmasi chiqadi. Qidiruv tugmasiga onlayn va an'anaviy ta'lim deb yozamiz.
Ko'rishimiz mumkin, YouTube bizga qidiruvimiz, ya'ni so'rovimiz bo'yicha turli videolarni taqdim etdi. Bulardan birortasini tanlab, Добавить video tugmasini bosish orqali barcha foydalanuvchilar uchun videoni yuklashimiz mumkin. Ya'ni kontent sifatida video mavzuga oid bo'lgan holda yuklandi. Endi Drive orqali fayl yuklashimiz mumkin. Ya'ni mavzuga oid bo'lgan birorta o'quv qo'llanma yokida fayl. Kompyuterimiz xotirasidagi fayllardan foydalanamiz. Ko'rishimiz mumkin, fayl yuklandi va bizda yaratish tugmasi ham bor. Yaratish tugmasini bosish orqali o'zimiz yangi fayl yaratishimiz mumkin. Bizda yaratilgan fayllar mavjud bo'ladigan bo'lsa, Drive orqali yuklaymiz yoki o'zimiz yangidan yaratmoqchi bo'lsak, yaratish tugmasi orqali mavzuga oid bo'lgan kontent yaratishimiz mumkin. Joylash tugmasini bosish orqali bajargan, ya'nida yuklagan kontentimiz saqlandi. Ko'rishimiz mumkin, mavzu yuklagan kontentimiz bosh sahifada chiqdi. Yana yaratish tugmasini bosamiz va bu yerda endi vazifa yuklaymiz. Vazifa yuklashda ko'rishimiz mumkin, nomi, ko'rsatmalar kabi bo'limlar chiqdi. Nomiga yozamiz. Masalan, mustaqil ish. Ko'rsatmalarga mustaqil ish, ya'ni bajargan, yuklagan vazifamiz qanday standartlarga ega bo'lishini yozishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mustaqil ish 15 betdan oshmasligi kerak. Bu ta'rif barcha foydalanuvchilar uchun ko'rinadi. Endi yuklamoqchi bo'lgan faylimizni Drive orqali, yuqorida ham bu haqida gaplashib o'tdik, Drive orqali tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, kompyuterimiz xotirasidan. Faylni tanlaymiz va faylimiz yuklandi. Bu yerda ham YouTubedan video yuklashimiz yoki yaratish tugmasi orqali yangi fayl yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, faylimiz tayyor. Bu fayl orqali o'quvchilar vazifani bajarishi mumkin bo'ladi. Bu joyda ballarni belgilashimiz mumkin, muddat qo'yishimiz mumkin. Yuklagan topshirig'imiz uchun, masalan, 2025 12:04. Muddat belgilandi. Endi yuklamoqchi bo'lgan vazifamiz qaysi mavzuga oidligini ham shu joydan tanlashimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin, vazifa tayyor, vazifamiz muddatli, bali ham tayyor va qaysi mavzuga tegishli ekanligini ham kiritib o'tdik. Faylni yukladik. Kerak bo'lgan holda video yuklasak ham bo'ladi. Endi vazifa yaratish tugmasi orqali kiritmoqchi bo'lgan vazifamiz yaratiladi va yuklanadi. Ko'rishimiz mumkin, barchasi aniq-tiniq yuklandi va ularni tahrirlashimiz, qayta nomlashimiz yokida o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Va yuklagan vazifamizni baholar bo'limi orqali baholab olishimiz mumkin bo'ladi. Va bizda shunday oyna hosil bo'ldi eng so'ngida. Barcha yuklagan kontentlarimiz, vazifalarimiz bosh ekranda shu ko'rinishda ko'rinib turadi. Hurmatli foydalanuvchilar, Google Classroom haqida qisqacha yo'riqnomaga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.